हर दिल जो प्यार करेगा Mana bugün ukamiz uyda sumalak qilyapti. O sumalak xadimdan O'rta Osiyo xalqlarining eng milliy taomi hisoblanadi. Bu sumalakda endi tarixi 1000 yillarga borib taqaladi bu sumalak. Oldin mana Ocharchilik davrlarida ko'proq qadimda bolalarga ota-onalar shirin ovqatlar tayyorlab bergan. Bu asosan Navro'z bayramida. Çünkü bu yangi boshlanishi, yangi yilning boshlanishi. Xudaydan asosan o'ldirilgan Xudaydan qilinadi. Ayollar katta qozonda soat davomida qaynatiladi. Ayollarimiz aralashib navbat-navbat shunaqa aralashtirib turadi. Buni har bir qilgan paytda atrofida muzika, o'yin, kulgilar bo'ladi. Yaxshi tilaklar bildiradi bir-biriga. Bu hamjihatlik. Buna Madonna kimniki? Belgisi bu hisoblanadi sumalak. Sumalak tarihi juda uzoq. Ana sumalakimiz juda chiroyli chiqardi. Soat 2 birga tushib qolsa kerak.